Assalomu alaykum akalar, xudo xolasa qarshilarda labo tayyor holatda. Akalarimiz YouTube, Instagram tarmoqlarida bizani muntazam kuzatib borar ekanlar va o'zlariga yoqqan variantni mana xudo xolasa tanladilar. Ishlarini tayyor qilib bitirib berdik. Xudo xolasa mana bir chekkadan tushuntirib o'taman. Balandliklar keladigan bo'lsa, balandliklari pol qismidan tom qismigacha davlat standartlari, harakat xavfsizlik talablariga mutlaq javob beradigan razmerda 1.50 qilib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, mana furnituralari ham eng zo'ridan rossiyskiy sifatlisidan qo'yib berganmiz va ichkari qismida havo yaxshi aylanishlik uchun jabrali forchkalarni qo'yib berganmiz. Ikki tomonini bitta ochib ko'rsatib beraman. Ochilish yopilishlari juda ham plavni ishlab beradi. Ichini ochganingizda akalar, nima deyapti bu? Ichlarini polka qilib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, har bittasi o'z o'rniga qo'yib berilgan. Obshipkasiga keladigan bo'lsak, obshipkasi oldi 2 yoni va pol qismlari 6 mm pressovniy faner bilan obshipka qilingan. Patologi va eshigining ichkari qismi 4 mm bo'ladi. Bamferlarimiz nima deyapti akalar? Bamferlarimiz stenkasi qalin profildan qilib berilgan. Yon tomonlarida mana o'zini maxsus shu eshiklari bor, fiksatorlar bilan birgalikda qilib berilgan. Agar eshikni ochib yurishga to'g'ri keladigan bo'lsa, ushbu fiksatorga qistirib qo'ysanglar, ochilib yoki yopilib ketish holatlari kuzatilmaydi. Mana yon tomondan ko'rinishlari oldidan kabinasidan taxminiy hisobda 47 sm chiqib turgan bo'ladi. Alkofollarimiz polni germetizatsiya qilingan, germetikaga o'tkazilgan. Ovozidan bilib olsanglar bo'ladi, qanchalik germetikasi mustahkamligini. Hozirga bitta ichkarisini ochib yopib ko'rsatib beraman. Yopilishlari mana ilib oladi. Yopilishlari ham juda ham bir plavni ishlab beradi. Agar quplashlikka to'g'ri keladigan bo'lsa, o'zini mana maxsus kalplari bor. Quplab qo'ysanglar, ichida qoldirgan yukinglar xavfsiz holatda turadi. Bu yoq tomondagi mana bitta eshiklari bor. Alkofollarimiz 21 mikronli eng sifatlisidan qo'yib berilgan. Rezinkalarimiz turetskiy bo'ladi. Ushbu furnituralarimiz rossiyskiy bo'ladi akalar. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahri joylashgan. Ushbu videoni ustaxona qidirib yurgan yaqin do'sti birodaringizga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmat bo'lsa aloqadamiz.